Ana manzara. Bu yoqda pul sassiqga chidolmaydiganlar yashar ekan. Turkiyani upravlyat qilib turganlar kirish ham mumkin emas. Axir ana qorovullaydigan mahalla ekan. Bunaqa mahalla o'zimizda ham bor, qiziq emas, lekin mana bu manzara shundoqqina birinchi katta ko'prikdan Uskudarga tushganda shahidlar nimasi xiyoboni. Mana bu o'tirib odamlar dam olishadi. Hamma yoqda odamlar o'tiribdi, dam olyapti. Lekin manzaraga gap yo'q.